Assalomu alaykum begachi, yaxshimisiz? Uyingizga qulchilikka kelayotgandik. Xush kelibsizlar, kelinglar. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Guldek qizingiz bor ekan. Meni ham hamma havas qilgudek o'g'lim bor. Chet elda tadbirkor. Juda ham katta zavod fabrikalari bor. Shu o'g'limga so'rab keldim. Bersiz, shu o'g'limga berasiz-da. Mayli, bizani ham adamizda borlar, maslahatlashib ko'ramiz. Mayli. Voy, o'tirsanglar bo'lardi. Mayli, kelamiz. Xush kelibsiz. Aybga buyurmaysiz. Mahalladan surishtiruvdi. Hech kim tanimadi sizlar. Ha, yaqinda ko'chib borgan edik. Shunga hech kim tanimagandir. Ha, mayli. Sir bo'lmasa, nima ish qilasiz? Xizmatimiz shu Yevropada ozgina korxonalarimiz bor, shularni boshqarib yuramiz. Ha, yaxshi. Bu yog'iga ayollarning o'zi kelishib olar. To'ylarni harakati bilan charchamayapsizlarmi, quda? Rahmat. Endi gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Voy, gapiravering bemalol. Bilasiz, to'yni ham ancha katta qilib boshlab qo'ydik. O'g'limning ishida ham ozgina muammo bo'lib qoldi. Shunga uylarni zalogga qo'yib, kredit olsak, to'ylarni chiroyli qilib o'tkazib olardik. Voy opajon, hammani shunaqa chiroyli to'ylarga yetkazsin. Yaxshilikka-yu, Xavotir olmang. O'g'limning pullari kelishi bilan kreditni yopib, uylarni zalogdan chiqarib berardik. Voy, qandoq bo'larkan? Mayli. Bular bilan maslahatlashib ko'ring-chi. Voy, adasi, sizga gapiryapman. Gapirsangiz-chi, nima qilamiz? Shunga boshim qotyapti, qiz bolaning ishi og'ir. To'y buzildi degani bu isnot. Rozilik berib, yaxshi odamlarga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jinoyat qidiruv bo'limidan Rahimovman. Xo'p, tinchlikmi? Surishtiruv natijasiga qaraganda mana shu odamni oxirgi marta sizni xonadoningizda ko'rishgan ekan. Bu bola mani bo'lajak kuyovim. Bu bola shaharning yarmini kuyovi. Tushunmadim. Siz ham bu mashinikka aldanib qolmagan bo'lsangiz bo'ldi. Kelib qolsa xabarini bering.